WhatsApp meni kuzatayotgan obunachilar va nigerlar. Bo'ldi, bugungi videoda biz oddiy vijvanya qilamiz. Va men bu vijvanyani bironta mukammal video qilgim kelmadi. Ya'ni 100 ga bo'laman yaqinda. Ya'ni shu videodan keyinmi yoki yana bitta videodan keyinmi. Shuning uchun oddiyroq 100 ga bo'lmoqchiman. Bo'ldi, bilasizlar, vijvanya har doim daraxtdan boshlanadi. Bo'ldi, bu vijvanyadan biza maqsad bitta uy qurib, normalniy biza rivojlanishimiz kerak. Balkim bu vijvanya sizlarga ham o'qib qolar. Shuning uchun biza qismli ham qilishimiz mumkin. Bitta virusga yasasak, bo'ldi, bu vijvanyaga men mod ham qo'shgim kelmadi. Chunki hech qanaqa modlarsiz oddiy vijvanya qilgim keldi. Kirkam tayyor. Bolalar oldimizda u shaxta ham bor ekan. Yo, o'ta. Yomon omadimiz kelgan-a. U ana bu yerda o'sha oltinmi? Temir ekan, temir. Bizga asta-sekinlik bilan tushamiz. Yo! Vo, yarimta jonim qoldi. Vo, yomon omadlimi? Vo, qanaqadir palakat bilan boshlanib vijvanyamiz a. Aytgancha bolalar, bitta narsani unutib qo'yinman-u. Videoga like bosing. Hoy, nega? Men kutyapman. Nega sen hali ham like bosganing yo'q? Hozir ko'rayotgan videoingiz sizga yoqqanini bilishim uchun like bosing. Qani qancha odamga bu videoyim yoqibdi. Biz temirlarni ham olib ketishimiz kerak. Temir makoni, ko'mirlarni ham olib ketamiz. Let's go. 17 ta temir. Temir? Cho temir. Ko'mir demoqchi edim. Ko'proq temir olib ketib, hamma narsani temirdan yasaymiz. Qaysi aql bilan bunaqa qildim? Xo'sh. Mana hamma narsamiz shu yerda. Okey. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Qayerda temir ko'rdim? Как раз oldimizda ekan. Yaxshi ham hisob qoldim. Fana qo'yat, bo'la tepaga chiqib oldik. Biz mana shu yerda pechka yasab, temirlar qo'raveramiz. Qizdir olamiz, qo'raveramiz deyman. Bundan yarmini olamiz, ko'mirdan ham yarmini olamiz, bunga qo'yamiz. Bitta shit yasab olsak, let's go. Go bo'la, temirlik tapor. Qani hozirgina qo'yib ko'rdim. Qayerga ketib qoldi? Mana, sen mening ovqatimsan. Normal bo'ldi. Temirlar ham bo'lyapti uje. 5 ta temir. Yo, yotoqxona. Yo, what 3 ta. Как раз тут ekan, ana bu yerdan 5 ta ekan. Isko yotoqxona yasaymiz, a? Normalniy. Temirlik kirka. Let's go. Kech bo'lyapti, bo'ldi. Hozircha uxlasa ham bo'ladi. Go bo'ldi mana. Normalniy bitta foto. Bo'ldi. Uxlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Yangi kun bilan sizlarni ham tabriklayman. Go'yinda biz ketamiz bu yerdan. Bizga ko'proq daraxt kerak. O'q daraxtlar kerak emas. Bironta joy topib ovqatlarimizni qora olishimiz kerak. Bizga pisok ham kerak. Lapatka yasolib. Bir ikkita bilmaydigan bolalar uchun nima uchun pisok olyapsiz desanglar, bu pisoklardan, ya'ni qumlardan deraza yasash mumkin. Hayotda ham, ya'ni Minecraftda deraza yasash mumkinmi desanglar, hayotda ham yasash mumkin. Ya'ni qumni qizdirsanglar, o'yina bo'lib qoladi. Endi bilmaydiganlar uchun normal ma'lumotda sigir go'shtini yeymiz. Bo'la kiramiz, go. Temir. Bo'ldi, bu yerda hech nima yo'q. Xo'p, bitta fakil qo'yib qo'yamiz. Uch temirga boyayamiz. Juda tez rivojlanib ketdik. Uy qursak bo'ldi prosta. Go bo'ldi, bitta qayiq yasaymiz. Xo'p, qancha? 3 ta olmush tutdi, ki yarimta. Bunisiga temir qovuramiz, bunisiga ovqatlar. 20 ta ovqatni qovurib turaylik. O'sha qayiqimiz ham bor. Biz endi ovqatdan ham g'am chekmasak bo'ladi. Ovqatimiz bor, temirimiz bor. Temirdan xohlagan narsamizni qilishimiz ham mumkin. Bo'lib ketamiz bo'ldi. Aniq bilaman aylanib keldik. Mana o'sha joy yo'q bu yer. Mana shu yerdan ketkizgisi kelmayapti. Nimagadir Minecraftni bizadan shu yerdan uy quryoramiz. Nechamayli? Ana bu yerdan bir qavat 5 qator bo'ldimi? Mana bu yerdan 3 tut 5. Let's go. Mana shu yerdan. Katta uy bo'lib qolar ekan o'zi. Bizga endi ko'proq toshlar kerak. Tosh uchun bitta tosh uchun shaxta kirib o'tmaymiz-da, mana shu yerdan qo'zaveramiz. Ko'proq tosh zarar qilmaydi. Hali ko'p joyga ishlatamiz toshni. Kech bo'lyapti. Tezroq uyni bitkazib olishimiz kerak. Mana bu yerlarni tekisla olsak. Xo'sh, let's go. Mana. Go bo'ldi. Mana shu yerdan 5 ta sanaymiz. 3, 4, 5. Normalniy. 2, 3, 4, 5. Mana. Oddiy turbichak uy desanglar kerak. Oxirigacha ko'ringlar, keyin dumaloq qilamiz. Uxlashimiz kerak bo'ldi. Let's go. Bizga yana tosh kerak. Nihoyat bola 64 ta tosh yig'dik, 65 ta o'zi mana bu yerda ham bitta bor. Uyni takoy qilishimiz kerak biza. Kirish chiqish joyi qayerdan bo'ladi? O'rmon tomonga qarab turamiz ham. Mana shunday bo'laversa, birinchi bunaqa qila olamiz. Go. Itdi. Shu uchun aytaman sizlarga, matematikani o'qish kerak deyman. Yo'q deysizlar. O'qisanglar mana shunday menga o'xshab olim bo'lasizlar.
ikkiga bo'lishni bilasizlar. Bizga ishchi kuchi kerak, ya'ni Jamol. Jamol hozir Gavayi orollarida dam olyapti. Shuning uchun men bilan u ishlay olmaydi hozircha. Let's go! Как раз bolalar. O, o'sha juda takoy katta uy bo'lyapti. Eshik qilamiz. Mana bolalar, eshik. Qumursqa ham kirolmaydi. Bolalar bizga yana tosh kerak. Yo, kerak emasmikin, ha? Kerak emas, mayli. Biza hozircha ishlarni boshlasa ham. Hozir biz mana bunday qilsak yaxshi bo'ladimi? Normal turibdi-a bo'ldi. Xo'p, pesoklarni ham qorib qo'yamiz, a. 181 mingta obunachi. Daboli bu Tilgam Gamerning kanallari. Nima uchun buncha ko'p obunachi bo'lib ketdi deysizlarmi? Ha, bu siz taxmin qilganingizdek nakrutka. Yo bola, hazillashdim. Bu kanalni Tilgam sotib oldilar. Bu kanalda hozirda aktiv ozgina pastroq va biz buni to'g'rilashimiz kerak. Hozirroq opisiya va kommentdagi silka orqali o'tib kanaldagi oxirgi videolarga kirib, kommentda Hakerning obunachilari aqlli va farosatli deb yozib qoldiring. Da, men sizlarga ishonaman, Tilgamga yordam berib borishimiz kerak. Pisok, 12 ta ko'mir, bu yerda ovqatlar, mana, normalniy. Bu yerga ham qo'ysak, chotka bo'ladi. Mana. Dumaloq uy qilaman dedimmi, qilaman. Bu yerlarni olib kelaymiz. Itsa kerak shunchasi. Xo'sh. Let's go. Mana, normalniymi? Normal emas. Buni olib tashlaymiz. Qali, juda katta bo'lib ketdi. Koroshdek, qayer normalniy? Mana shu yermi? Bu yerni olib tashlaymiz. Mana. Chotka, mana. Orqadan chiqadigan yo'l. Mana shu yerdan orqa tomondan chiqib ketsa bo'ladi. Mana bu yer esa katta kirish chiqish yo'li bu yer. Xo'p, qancha pesok? 12 ta deraza bo'libdi. Bundan nechta bo'ladi? 16 tadan 32 ta derazamiz bor hozircha. Mana. Hamma joyga deraza qo'yib chiqishimiz kerak. Normalniy uy bo'ladi. Ikkitagina derazamiz qoldi, necha mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, pesokni yarmini bu pechkaga qo'yamiz endi. Biz ungacha polni qilib turamiz, pastni qilib turamiz. Let's go. Bizda o'sha 48 ta deraza bor. Yetar ekanmi? Nima deysizlar? Chunki hali 36 ta qoldi, 30 ta qoldi. Yetmaydi menimcha. Bitta jalka ham ketdi. Yetmas ekan vallahi. Yetadi deb o'ylagandim. Mana yana bitta jalka ketdi. Yo, necha? Let's go. Yana 32 ta. Endi yetib ortib ham ketadi. Mana bu yerga o'zi bitta eshik bor. Let's go. Endi fakellar qo'yib chiqsa, yana fakel. 16 ta fakelimiz bor. Kerak, hamma joyga qo'yib chiqishimiz kerak. Bu tomonga ana. Let's go. Bolalar bitta tom va pol qolyapti. Polni ham yarmi qilingan o'zi. Mana shuncha joyga taxta yetmay qoldi. Hozir biz bitta uxlab olib taxtaga ketamiz. Go. Let's go. Bizga mana bunday daraxtlar kerak. Bizga yetarlicha daraxt bor yana. U uyimiz turishini qaranglar. Takoy. Mana bu yerga yerlar qo'yib chiqamiz. Nihoyat, как раз joyigacha qilingan ekan mana. Normal. Bu yerga bitta daraxt kerak. Bu yerga ham. Go endi biza polni qilib qo'yishimiz kerak. Endi rostdan ham ko'proq daraxtlar kerak. Kamida 300 ta kerak 13 tada. A few moments later. Topgan taxtam shu bo'ldi, lekin bu taxtalar ham yetmasligi aniq. Ana. Let's go. Mana nihoyat uyimiz full. Lekin bu full emas, u bir 80 80% emas, bir 40% bitdi. Bu oddiy uy bo'ldi. Lekin men hali mana bu yerdan yana bitta uy qilmoqchiman. Ya'ni mana bu yer orqadan chiqib ketayotgan yo'l bo'lsa, men mana bu yerdan yana bitta uy qilmoqchiman. Ana bunday qilib. Bo'ldi, mana bu yer отдельный uy bo'ladi. Hali planlar ko'p bo'ldi, lekin taxta yo'q. Stop, bu yerga biz tosh qilamiz ay. Mana. Endi bularni ichkariga kiritib qo'yamiz. Mana bu yerda yotoqxona,
Bunaqasiga tursa, verstak ana bu yerda turadi. Let's go. Normalniy. Va mana bu yerda yana bitta fakel. Biz mana bu yerini buzib taylaymiz. Bizga yana mana shunaqa taxtalar kerak. Mana Go'bolla endi biza tosh olib kelamiz. Mana bu yerda tosh konimiz bor, ya'ni tosh shaxtamiz. Bo'llar o'sha videoni tugatish vaqtim ham bo'lib qolibdi. O'sha uyni ichini qilib olsam, keyin tugataveraman. Go, o'sha kecham bo'lyapti. Tizrashib uyga kira olishimiz kerak. Let's go. Stop. Bizda lapatka yo'q. Yana bitta virusdagi yasamizda mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bitta idea kelib qoldi. Uyimizning oldini mana bunday qilib qo'yamiz. Hop, mana chotka bo'ldi ita. Endi biza aytgancha pastini olib chiqishimiz kerak-ku. Pastiga ham tosh bo'ladi. Let's go. Toshimiz lekin kamda. Men faqat mana shu yerga qilaman deb olib keldim. Mana shu yergacha yetdi ekan toshimiz. Tosh kerak. Normalniy. Go tepasini ham qilib qo'yamiz. Mana bu yerda deraza qilamiz. Go bitta eshik, chotka, mana bu yerda ham bitta deraza qilaveramiz ham bo'ldi. Mana bunday deraza bo'lsa. Nima deysizlar? Yo yemadim, yo kattaroq qilamiz. Mana qaranglar bo'ldi. Mana shu chotka turibdi. Bu yer esa orqa tomondan chiqib ketish joyi. Mana chotka, ita. Bo'ldi, shu joyda videomizdan qolasiga yetadi. Albatta videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, videomga like bosib qo'yinglar va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bo'ldi, bu videoning, ya'ni bu videoning ikkinchi qismi bo'ladi, albatta. Chunki bizlarning qilmagan ishlarimiz juda ko'p. Qalbi uyni zo'r qilishimiz kerak. Mana bu yerdan deraza ochishimiz kerak. Ya'ni mana bunday qilib hozir ochib qo'ysak ham bo'laveradi. Bo'ldi, albatta videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va bu videoning davomi ham bor. Ya'ni ikkinchi qism, uchinchi qism, to'rtinchi qism ham bo'lib ketadi bilmayman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.